O'zgidromet 17 yanvar kuni yomg'ir va qor yog'ishi haqida ogohlantirmoqda. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, 17 yanvar kuni O'zbekistonning katta qismida yomg'ir va qor yog'ishi kutilmoqda. Toshkentda osmon biroz bulutli bo'lishi kutilmoqda. Vaqti bilan yomg'ir yog'ishi va tuman tushishi mumkin. G'arbdan shamol sharqqa sekundiga 3-8 metr tezlikda esadi. Sharqdan shamol sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Kechasi harorat +1 gradus Selsiyadan +3 gradus Selsiygacha bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida osmon biroz bulutli bo'lishi kutilmoqda. Ba'zi joylarda qor va tuman tushishi mumkin. G'arbdan shamol sharqqa sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Sharqiy shamol tezligi sekundiga 7-12 metr. Kechasi harorat 2-7 gradus Selsiyadan, kunduzi esa 2 gradus Selsiyadan 3 gradus Selsiygacha bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida osmon biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda qor yog'ishi va tuman tushishi mumkin. G'arbdan shamol sharqqa sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Sharqiy shamol tezligi sekundiga 7-12 metr. Kechasi harorat 0 gradus Selsiyadan past va -5 gradus Selsiygacha, kunduzi esa 0 gradus Selsiyadan +5 gradus Selsiygacha bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlari. Osmon biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor va tuman tushishi mumkin. G'arbdan shamol sharqqa sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Sharqiy shamol tezligi sekundiga 7-12 metr. Kechasi harorat 0 gradus Selsiyadan +5 gradus Selsiygacha. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari. Osmon biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor va tuman tushishi mumkin. G'arbdan shamol sharqqa sekundiga 7-12 metr tezlikda esadi. Sharqiy shamol tezligi sekundiga 7-12 metr. Kechasi harorat 0 gradus Selsiyadan +5 gradus Selsiygacha. Kunduzi 7 gradus Selsiyadan 2 gradus Selsiygacha. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlari.